O'zbekistondagi eng qimmat ikra. Lose control when you're not next to me. Beluga qora ikrasi bu dunyodagi eng qimmatbaho va hashamatli oziq-ovqat mahsulotlaridan biri bo'lib, uni faqat yuqori sinf vakillari, boy, zodagon insonlar iste'mol qilishadi. Bu ikra 15-20 yoshli beluga yirik balig'ining tuxumidan olinadi va uning qayta ishlash jarayoni uzoq va murakkab bo'lib, faqatgina kuchli mutaxassislar tomonidan amalga oshiriladi. Bu ikra nafaqat ta'mi bilan, balki noyobligi va cheklangan miqdorda ishlab chiqarilgani uchun ham qimmatbaho hisoblanadi. Beluga qora ikrasi asrlar davomida boy va ta'riflanmas darajadagi ta'mni qadrlovchi insonlar, shu jumladan monarxlar, diplomatlar va yuqori siyosatchilar tomonidan tanlangan. O'zbekistondagi biz bilgan eng qimmat ikraning atigi 50 grammi 2 million so'm turadi. Eng qimmatida doim eng qimmatlari tilga olinadi. Ularni o'tkazib yubormaslik uchun bizga obuna bo'ling.